islom qo'shuni Zitivanda. Ammo Rasululloh taraf davomli ilg'irlab Zitivan degan joyga yenib kelib, u yerda to'xtab qo'shinni qismlarga bo'ldi. Rasululloh mush yerga kelganga qadar Allohning uni Makka fathi bilan tartiqlig'iga tashakkur aytish yuzasidan beshini tuvan selib ingishib mangan edi. Uning muborak soqol mo'ylari ot eginining oldi paynikiga tegib qolgan edi. U Xolid ibn Validni o'ng qanot qismga amr qilib tayinladi. Bu qismga Bani Aslam, Bani Sulaym, Bani G'ifar, Muzayna, Juhayna va bir qancha arab qabilalarini ayirdi va uni Makkaning tuvan tarafidan kirishga buyruq berib, "Sizlar men bilan Safa tog'ida uchrashgan qadar qarshilik ko'rsatganlarni qirib tashlanglar" dedi. Ondan armiyaning so'l qanot qismini tashkil qilib, Zubayr ibn Avvomni amir lashkar qilib tayinladi va uningga Rasululloh o'zining ilmini tutqizdi. Rasululloh uni Makkaning usti tarafidan, ya'ni Kudaydan kirishga va mazkur alamni Hajun to'piligiga qadab, Rasululloh yetib borgan qadar Hajundan ayrilmay turishga buyurdi. Piyodaliklar bilan muhosirchi qismga Abu Ubayda amir lashkar qilindi. Rasululloh uni Batni vodiysining o'ttirg'ichi yo'l elib, Rasulullohning oldida Udul Makkaga kirishga buyurdi. Islom qo'shuni Makkaga kirdi. Islom armiyasining har qaysi qism va qo'shinlari belgilangan liniya bo'yicha yo'l oldi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi qo'shin oldiga uchraganlar mushrikni mangulik o'yga g'arq qilib etib, nishonga qarab ilgirladi. Uning odamlaridan faqat Kurzi ibn Jabr al-Fihri bilan Xunays ibn Xolid ibn Rabi'a baxtsizlikka yo'liqdi. Sababi bular qo'shindan ayrilib qolib, boshqa bir yo'lga kirib qolganlikdan mushriklarning tuyuqsiz hujumiga uchrab o'ldirildi. Ammo ilqi mushriklar tarafdan to'plangan nodon kishilar Xandamada Xolid ibn Valid va uning qo'shinining oldini to'sib tirkashdi. Xolid ibn Valid qo'shini ularni tezla surgun to'qay qilib 12 odamni o'ldirdi. Natijada mushriklar va ilqi musulmonlarga qarshi urushgan, Allohdan tayyorlik qilgan Himas ibn Qays qatorliqlarning hammasi tikivatdi. U halsirgan peti uyga kirib kelib ayoliga "Ishni taqa" deb varqirgan edi. Ayoli uningga texi "Bayamla nima devatatding" deganda u mundaq dedi: "Agar ko'rsang-chu na bo'ldi Xandama. Qochdi Safvanmu, qochdi Ikrama. Beshimizda o'ynadi musulmon qilichlari, kasgandur bilakni, boshini kesmasdimi. Qilich yegan lamjim demay tishlar to'pa. Orqadan qo'g'la desa hayron bo'lib so'rama nima. Ig'iz ochma malomatga, menga qilma bir kalima." Xolid Makka ko'chalarida g'olib oldi aylanib yurib, oxiri Rasululloh bilan Safa tog'ida uchrashdi. Zubayr ibn Avvom nishonga tezla ilgirlab, Rasulullohning ilmini Fatih darvozasi yonidagi Hajunga qadash vazifasini o'rindadi va Rasulullohga shu yerda bir chedir tikib, uning kelishini kutib turdi. Rasululloh Masjidil Haramga kirib, Baytullohni but haykallardan tozaladi. Rasululloh Zubayr qismi bilan uchrashgandan keyin Baytullohga qarab mangdi. Muhojir va ansorlar uning atrofida uni o'rab kelyotdi. U udul berib haramga, ya'ni Masjidil Haramga kirdi va Hajarul Aswadning qishig'i berib, uni busa qildi. Ondan Ka'bani tavob qildi. Bu chaqda Ka'ba atrofida 360 dona but tiklaglik edi. Rasululloh qo'lida bir tal yachoq o'qni ko'tarib olgan bo'lib, u heliqi o'q bilan butlarni urib, pochaqlab tashlashga boshladi. U haqiqat, ya'ni islom keldi. Batil biror maxluqni paydo qila olmaydi va yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi degan. Qur'oni Karim sura Bani Isroil 81-oyatni o'qib mang'atdi. Butlar dumilab yiqilib tushayotdi. Rasulullohning tavobi uloq ustida bo'ldi. U shu kuni muhrim, ya'ni ihrom bog'liqlik emas edi. Shunga u Ka'bani tavob qilish bilan kifoyalandi. Tavobdan keyin Osmon ibn Talhani chaqirtib, uningdan Ka'baning ochqichini elib, Ka'bani ichib, uning ichiga kirdi. Rasululloh Ka'baning ichida nurg'un rasm va suratlarni ko'rdi. Rasmlar ichida Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomlarning qo'lida pal o'qlarini tutib, pal selayotgan holatdagi xiyoliy chizma rasmlar bor edi. Rasululloh mushriklarga Alloh la'nat qilsin. Alloh bilan qasamki, ular hargiz pal solgan emas dedi. Va Ka'baning yana bir bo'lingida yog'ochdan o'yilgan kaptarning haykalini ko'rib, uni o'z qo'li bilan sundiribdi. Ondan hilqi rasm va suratlarni buyurib o'chirtibdi. Rasululloh Ka'ba ichida namoz o'qib chiqib, Quraysh xalqiga nutq so'zladi. Ka'ba ichidagi suratlar o'chirib etilgandan keyin Ka'baning darvozasi taqib etildi. Uning ichida Rasululloh bilan Ali ibn Abu Talib va Usama ibn Zaydlar qolgan edi. Rasululloh Ka'ba ichida o'ng tarafdan bir,
sol tarafdan 2, keynidan 3 tüyrükni tashlab, shu vaqtda Ka'ba 6 tüyrüklik edi. Darvoza o'rnatilgan tomning udul tarafidagi orqa tomga oldini qilib, tom bilan o'zi oraliqida 3 kez, taxminan 2 metrdan ozroq ko'proq yer qoldirib namoz o'qidi. Namozdan farigʼ bo'lgandan keyin Ka'baning hamma bulog'ini aylanib chiqdi. U har bir bulog'ida takbir aytib, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Yomonlikdan saqlanish va yaxshilikqa muvaffaq bo'lish faqat ulug' Allohning yordami bilan mumkindir, deb ma'notdi. Ondan darvozani ochdi. Bu chaqda Qurayshlar sap-sap bo'lib turgan bo'lib, masjid to'shib ketgan edi. Ular pastda Rasulullohning nima qilarini kutib turibdi. Rasululloh darvozani ochib, ikki qo'lida darvozaning ikki qasqig'ini tutib turib, mundaq dedi: "Yakkigona bir Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Allohning sherigi yo'qdir. Allah o'z va'dasini amalga oshirdi. O'z bandasiga yordam berdi. Ko'p qo'shinni o'zi yolg'iz mag'lub qildi. Ogoh bo'linglarki, har qanday imtiyoz, alvon seliq va yoki koni qisos qonlarning hammasi bugundan e'tiboran qat'iy bekor qilinadi. Faqat Baytullohga qarash huquqi, hojilarni sug'urish ishi buningdan mustasnodir. Bilishinglar kerakki, savallik bilan odam o'ltirish qasddan o'ltirganlar bilan barobar. Uningda diyat ig'irlatib 100 tuga to'latildi. Buning ichidagi 40 tuga bo'g'oz bo'lishi shart. Ey Quraysh jamoasi, Allah sizlardan jaholiyatning mug'ambarligini va ajdodlar bilan faxrlanadigan illatlarni ketkizdi. İnsanlarning hammasi Odam otaning bolalari. Odam ota tuproqdan yaratilgan. Ondan bunu oyatni tilovat qildi. Ey insonlar, biz sizlarni bir er va bir ayoldan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Sizlar bugun ayblashga uchramaysizlar. U yana: "Ey Quraysh jamoasi, sizlar meni o'zingizlarga qarta nima qiladi deb qaraysizlar?" degan edi. Ular: "Yaxshilik qilar deb o'ylaymiz. Chunki sen yaxshi qarindishimizning o'g'li" deyishdi. Bu chaqda Rasululloh: "Men sizlarga Yusuf alayhisalom qarindoshlariga nima degan bo'lsa, shundoq deyman. U qarindoshlariga: sizlar bugun ayblashga uchramaysizlar." Qur'oni Karim Sura Yusuf 92-oyatida deyilgandek degan edi. "Men mu shundoq deyman. Beringlar, hammanglar erkin, azod" dedi. Baytullohning ochquchi o'z egasiga qaytarildi. Rasululloh yuqorqi bayonlarni so'zlagandan keyin masjidga kirib o'ltirdi. Baytullohning ochquchi texchi uning qo'lida edi. Ali o'rnidan turib: "Ey Rasululloh, bizga hijobat va shikoyatni jamlab bergin. Alloh senga rahmat qilg'ay." Ya'ni Ka'baning yopiq yepish va uningga qarash, hojilarni sug'urish va haj davomidagi ishlarga yorsozlik qilishni demakchi. Yana bir so'zda bu gapni deguchi Abbos edi deyilgan. Bu chaqda Rasululloh Osmon ibn Talha qayerda deb so'radi. Osmon chaqirib kelinibdi. Rasululloh uningga: "Ochquchni qo'lingga ol. Ey Osmon, bugun yaxshilik va vafodorlik kunidir" dedi. Tabaqat degan kitobda Ibn Sa'adning rivoyatida Rasululloh uningga ochquchni qaytarib berganda mundaq degan: "Ey Osmon, bu ochquchni mangu sizlar tutinglar. Buni sizlardan zolimdan boshqa kishi tortib olmaydi. Ey Osmon, Alloh sizlarni o'zining baytiga qarashga amin, ya'ni ishonchlik topdi. Shunga sizlarga bu bayt tarafidan kelgan narsadan yo'lliq bahramon bo'linglar." Bilalning azon ovozi Ka'ba ustida yangradi. Namoz vaqti kirdi. Rasululloh Bilalni Ka'ba ustiga chiqib azon to'lashga buyurdi. Bu chaqda Abu Sufyan ibn Harb, Attab ibn Asid va Haris ibn Hisham qatorliqlar Masjidil Harom saynasida boshlarini tuvan silishib o'ltirishatdi. Attab yenidikilarga pichirlab, Alloh Asidni dargohiga elib ketib, uni hurmatlab ekan. U bu ovozni anglasa ko'p bearam bo'lar edi, dedi. Haris pichirlab: "Ammo men Alloh bilan qasam qilamanki, agar bu dinning haq, ya'ni to'g'ri ekanligini bilsam edim, albatta agashgan bo'lardim", dedi. Ammo Abu Sufyan ibn Harb qo'ringan holda: "Ammo men bu to'g'rida bir narsa demayman. Agar deb qo'ysamla, mushu tosh yig'illarmi uningga xabar qilib qo'ydi ekan", dedi. Shu asnoda Rasululloh ularning yoniga berib: "Men sizlarning bayam deganlaringlardan xabar topdim", dedi. Va ularning deganlarini bir-birlab aytib berdi. Attab bilan Haris: "Ey Rasululloh,
biz sening Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik beramiz. Bu gaplarni biz 3 kishidan boshqa hech kishi anglamagan edi. Bo'lmasa biz birsi uningga aytib qo'yibdi der edik, deyishdi. G'alba sanosi yoki tashakkur namozi. Rasululloh shu kuni masjiddan chiqib, Abu Talibning qizining uyiga kirib, g'usl tahorat oldi va uning uyida 8 rakat namoz o'qidi. U chashki vaqti edi. Shunga u namozni ba'zilar chashki namozi deb o'yladi, yana ba'zilar u g'alba sanosi, ya'ni tashakkur namozi edi deb qaradi. Ummu Hani erining tuqqanlaridan 2 kishiga panohlik bergan ekan. Rasululloh sen panohlik bergan kishiga bizmi panohlik beramiz, ey Ummu Hani dedi. Ummu Hanining qarindishi Ali ibn Abu Talib u 2 odamni o'ldirib etmoqchi bo'lgan ekan. Shunga u bularni uyiga solab, eshiklarini taqab saqlagan va Rasulullohdan ularga omonlik tilagan edi. Jinoyatchilarning katiboshlaridan bir qancha odamga o'lim jazosi berildi. Rasululloh shu kuni farmon chiqarib, jinoyatchilarning katiboshlaridan 9 kishiga o'lim jazosi e'lon qildi va ularni topgan yerda o'ldirishni, garchi Ka'baning yopiqi bilan panohlanolsa-mu, rahim qilmaslikni buyurdi. Ular Abdul Uzza ibn Xatal, Abdullah ibn Sarhi, Ikrama ibn Abi Jahl, Haris ibn Nufayl ibn Wahab, Maqis ibn Sababa, Ubar ibn Aswad va ibn Xatalning naqshi 2 dediki qatorliqlar edi. Bu 2 dedak Makka ko'chalarida Rasulullohni ajib qilib, sayyora naqshi aytib usul o'ynaydi. Yana Abdul Muttalib jamoatidan bir kishining Sara ismli bir dedikimi bor edi. U mushu qitimqi yurishning oldida Atab ibn Abu Balta'a yo'llagan xatni Makkaga yo'shirin elib qochmoqchi bo'lgan. Ammo Abdullah ibn Abi Sarhni Osman ibn Affan Rasulullohning oldiga elib kelib, uningga panohlik berib turib olgan edi. Rasululloh sahobalardan biri kelib, uning beshini elib etar degan umidda Osmanning so'ziga quloq solmay, yuzini boshqa yoqqa necha qatim burib olgandan keyin noiloj uning islomini qabul qilib, qinini to'kish buyrug'ini bekor qildi. U xeyli burunla musulmon bo'lib, Madinaga hijrat qilib borgan. Ondan yana so'g'uq suv o'z aksini tortidi degandek murtad bo'lib Makkaga qochib kelib olgan edi. Ikrama ibn Abi Jahl bo'lsa Yaman tarafga qochdi. Uning uchun ayoli Rasulullohdan amonlik so'radi. Rasululloh uning amonligini qabul qilgandan keyin u erining keynidan izlab chiqib, uni jiddiy kiyimiga chiqqili qopgan yeridan yondirib akirdi. U shuningdan keyin islomga kirib, nihoyat taqvodor, yaxshi musulmonlardan bo'lib ketdi. Ibn Xatal Ka'baning yopiqiga eslib panohlanmoqchi bo'lgan edi. Bir odam kelib, "Ey Rasululloh, Ibn Xatal Ka'baning yopiqiga eslabopti" degan edi. Rasululloh uni o'ldirib atgan deb buyruq qildi. Shuning bilan halqa odam berib Ibn Xatalni o'ldirib atdi. Ammo Maqis ibn Sababani Numayla ibn Abdullah o'ldirdi. U xeyli burun musulmon bo'lib Madinaga hijrat qilgan va u yerda ansorlardan bir odamga yo'lsizlik qilib jidallashib, uni o'ldirib atgan. Ondan murtad bo'lib Makkaga qochib ketgan edi. Haris ibn Nufayl Rasulullohga u Makkadagi vaqtida to'limi aziyat yetkazgan edi. Shunga uni Ali o'ldirdi. Ubar ibn Aswad degan kishi Rasulullohning qizi Zaynab hijrat qilmoqchi bo'lib chiqqanda uning yo'lini to'sib, tugisini o'rkitib atgan. Natijada Zaynab tugidan yiqilib, qo'rsqitki bolasi tushib ketgan. Ubar Makka ishg'ol qilingan kuni qochib ketdi. Keyingi kunlarda islomni qabul qilib, yaxshi musulmonlardan bo'lib ketdi. Ammo Ibn Xatalning halqa 2 naqshchi dedikining biriga o'lim jazosi berilib, naq maydonda ijro qilindi. Yana biriga omonlik tilangan bo'lg'achqa qoldirib qo'yildi. Keyin u musulmon bo'ldi. Shuningdek, Sara degan dedikimi omonlik tilanib, u mu keyin musulmon bo'ldi. Ibn Hijri mundaq degan: Abu Ma'sharning zikr qilinishicha, o'lim jazosi hukm qilinganlar ichida Haris ibn Talatil al-Khuzaimu bor ekan. Uni Ali o'ldirgan. İmam Hakimning zikr qilinganda o'lim jazosi e'lon qilinganlar ichida yana Ka'b ibn Zuhayrmi bor ekan. Uning qissasi hammaga ma'lumliq. U shuningdan xeyli keyin musulmon bo'lib kelgan va Rasulullohni madihlab she'r o'qigan. Shu qatorda yana Rasulullohning tog'isi Hamzaning qotili Vahshi ibn Harb, Abu Sufyanning ayoli Hindi binti Utba keyin musulmon bo'lgan. Ibn Xatalning Arnab ismli bir dediki o'ldirilgan va Ummu Sa'ad ismli bir ayol umi o'ldirilgan. Qatorliqlar bor edi. Ibn Ishoqning aytganida 8 6 ayol bo'lib, umumiy son to'shqan. Ehtimol Arnab, Ummu Sa'ad deganlar mazkur 2 naqshchi ayol shular bo'lsa kerak. Safvan ibn Umayya bilan Fuzala ibn Umayrning musulmon bo'lishi.
Safvan ibn Umayya o'lim jazosi berilgan jinoyatchilar ichidagi odatdagi bir jinoyatchi. U Makka katavashlarining cho'ngi bo'lg'achqa o'zidan o'ziga qo'rqib qochib ketgan. Shunga uningga Umayr ibn Vahab Jumahi Rasulullohdan amonlik tilagan edi. Rasululloh uningga amonlik berdi va uningga o'zining Makkaga yurish qilganda kiygan sallisini belgi qilib berdi. Shuning bilan Umayr uning keynidan iz qo'g'lab chiqib, Jiddida kema bilan Yamanga qochmoqchi bo'lgan yeridan qaytarib kirdi. U Rasulullohning oldida hozir bo'lganda Rasulullohga "Menga 2 oylik muhlat bersang, o'ylanib olsam" degan edi. Rasululloh uningga "Sana 4 oylik o'ylanish fursati beray" dedi. Shuning bilan u xeli keyin musulmon bo'ldi. Uning ayoli uningdan burun musulmon bo'lgan edi. Rasululloh ularni ilgirki nikohi bilan qoldirdi. Fuzala ibn Umayrga kelsak, u nihoyat yuraklik, jasur odam edi. U shu kuni Rasululloh tavob qilayotganda pichoq urib, Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lib, fursat paylab ko'rdi. Bir chaqda Rasululloh uni ushtum-tut yeniga chaqirib, uning nima maqsadlarni qilib yurayotganligini aytgan edi. U shu on shahodat aytib musulmon bo'ldi. Makka ishg'ol qilinganning ertasi Rasululloh ko'pchilikka yana so'z qildi. U avval Allohga hamd sano aytdi va tegishlik tamjid, ya'ni Allohning ayb nuqsondan xoli ekanligini dalillaydigan so'z iboralarni aytdi. Ondan mundaq dedi: "Ayyuhannas, ey xaloyiq, cho'qim Alloh bu Makkani osmon zaminni yaratgan kunila harom, ya'ni urush qilish, nohaq qon to'kish harom qilingan joy qilib bekitgan edi. Shunga bu Makka Allohning harom qilishi bilan qiyomat kuniga qadar haromdir. Shunga Allohga va qiyomat kuniga iymon etadigan har qanday bir kishiga Makkada qon to'kish halol bo'lmaydi. Uning dal-daraxtlarini xohlagancha chatob kesishga yo'l qo'yilmaydi. Navoda bir kishi mening Makkaga yurish qilganligimni bahona qilib, durustlikka yo'l izdasa, uningga Alloh o'z payg'ambariga ruxsat qilgan, sizlarga ruxsat qilgani yo'q denglar. Menga yilqi kuni kunduzdan ma'lum vaqt ruxsat qilingan edi. Bugun yana uning hurmati, ya'ni haromlik fazilati tunugunkidekla asliga qaytdi. Buni mo'shu yerda borlar yo'qlarga yetkazsin, dedi. Yana bir iborada Rasululloh haramning darxi kesilmaydi. Yavoy hayvonlari urkitilmaydi. Tushib qolgan narsalarni tunishtirg'uchi, e'lon qilg'ishlardan o'zgalarning tepib elishiga bo'lmaydi. O'simlik yepinchilari bozg'unchilikqa uchratilmaydi, dedi. Bu chaqda Abbos radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, faqat izhirni qoldirsang, u aholilarning o'tin va temirchiliklarga hamda uy imoratlariga keraklik edi", dedi. Rasululloh: "Izhir buningdan mustasnodir", dedi. Xuzoa qabilasining odamlari shu kuni Bani Lays qabilasidan bir odamni jaholiyat, ya'ni islomning oldidagi mazgildagi bir koni qisosi uchun o'ldirgan edi. Rasululloh bu vaqtda to'xtalib: "Ey Xuzoa xalqi, odam o'ldirishdan qo'linglarni yig'inglar. Odam o'ldirish yaxshi bo'lgan bo'lsa, nurg'un odamlar o'ldirilgan bo'ladi. Sizlar bir odamni o'ldirib qo'yibsizlar. Endi uning deyiti, ya'ni to'lam qon pulini men to'layman. Har kim bugundan e'tiboran odam o'ldirsa, o'ldiruvchining egillari 2 xil tanlashning birini ixtiyor qilsa bo'ladi. Xolisa qisos uchun qotilni o'ldiradi. Xolisa ulardan diyat, ya'ni qon puli to'limini to'litib oladi", dedi. Yana bir iborada bu chaqda yamanlik bir odam, uning ismi Abu Shah deb ataladi. "Ey Rasululloh, men yozdirib bergan bo'lsang", degan edi. Rasululloh Abu Shahga yuqorqilarni putib beringlar, dedi. Ansarlarning Rasulullohning Makkada qilib qilishidan ansirganligi. Makka fatihsi qalbilik oyoqlashib edi. Halbuki Makka Rasulullohning o'z yurti, ona vatani va kindiq qani to'kilgan joy edi. Ansarlarda mundaq bir ansirash kayfiyati paydo bo'ldi. Ular o'zaro: "Qaranglar, Alloh Rasulullohga o'z zaminini, ona yurtini fatih qilib berdi. Endi u bu yerda qolib qolarmi?" deyishdi. Bu chaqda Rasululloh Safa tig'ida qo'lini egiz ko'tarib duo qilib o'tdi. U duodan farig' bo'lgandan keyin ansarlarga: "Bayotin nimalarni deyishdinglar?" dedi. Ular: "Hech nima demadik ey Rasululloh", deb turib oldi. Rasululloh ulardan ko'chilab so'ragan edi. Oxiri ular ko'nglida dakku-dukkida qolganliklarini aytishdi. Shunga Rasululloh ularga: "Undaq qilishdan Alloh saqlasin. Yashasammi sizlar bilan yashayman, o'lsammi sizlar bilan o'laman", dedi. Bay'at, ya'ni ahdnoma ilish. Alloh Makkani Rasulullohga va musulmonlarga fatih qilib bergandan keyin Makkaliklarga ish ayon bo'ldi va ularning nazarida haq va nohaq oydinlashib, musulmon bo'lmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini tunib ketdi. Shunga ular o'zligidan jam bo'lib, Rasulullohga bay'at berib, bo'ysunadiganliklarini bildirishdi.
Bu chaqda Rasululloh safaga chiqib o'ltirib, kishilardan bay'at elishga boshladi. Umar ibn Xattob Rasulullohning sal tuvinida turib, Rasulullohga vakoldan ahd oldi. Kishilar Rasulullohning qudratining yetishicha gapini anglashga, itoat qilishga bay'at berishdi. Madarik degan kitobda aytilishicha, Rasululloh shu kuni erlardan bay'at elishdan farigh bo'lgandan keyin ayollardan bay'at elishga boshlagan. Umar ibn Xattob Rasulullohdan sal pashirak bir yerda o'ltirib, ayollardan Rasulullohning degani bo'yicha bay'at olgan va Rasulullohning deganlarini ayollarga yetkazgan edi. Shu chaqda Hind binti Utba, Abu Sufyan ibn Harbning ayoli, o'zining Rasulullohning tog'isi Hamzaga qilgan vahshiy qilmishi uchun Rasulullohning tunib qilishidan qo'rqib, shaklini o'zgartib, boshqacha yasinib kelib, Rasulullohning oldida bay'atga turgan edi. Rasululloh ayollarga so'z qilib, "Men sizlardan Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka bay'at olaman" dedi. Shuning bilan Umar ayollardan Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka bay'at oldi. Ondan Rasululloh "Sizlar o'g'irlik qilmaysizlar" degan edi. Elqi Hind binti Utba, Abu Sufyan bak bexil odam. Uning melidan xufiyani tasarruf qilsam qandoq bo'lar deb tashladi. Abu Sufyan shu yerda bor edi. U "Mening melimdan xufiyani tasarruf qilganlaring sana halol" dedi. Rasululloh kulib ketdi va uning Hind binti Utba ekanligini tunib, "Sen binti Utba ekansan-da" dedi. U "Ha, men shu ey Rasululloh, burunqi ishlarga salovat qilsizlar. Alloh o'zlariga salovat qilar" dedi. Ondan Rasululloh "Ey ayollar, sizlar zina qilmaysizlar" degan edi. U "Hur ayol zina qilamdi" dedi. Rasululloh yana "Ballalaringlarni o'ltirmaysizlar" dedi. U "Biz ballarimizni kichikida asrab tarbiyalab boqdik. Cho'ng bo'lganda sizlar ularni o'ltirdinglar. Bu ishni o'zinglar obdan bilasizlar" dedi. Uning o'g'li Hanzala ibn Abu Sufyan Badr urushida o'ltirilgan edi. Umar kulib teliqib ketdi. Rasululloh tabassum qilib turadi. Rasululloh "Bo'hton to'qimaysizlar" dedi. Endi "Azbiroy Xudo, bo'hton degan qabiy sat ish. Sen bizni yaxshi ish va esil axloqqa buyuradi ekansan" dedi. Rasululloh oxirida "To'g'ri ishlarda menga asi bo'lmaysizlar" dedi. U "Alloh bilan qasam qilamizki, bu yerda ko'nglimizga osiylik qilishni fikib o'ltirmadik" dedi. Bu ayol bay'atdan keyin uyga qaytib, butlarni o'z qo'li bilan chaqishga boshladi. U "Biz sana to'limi olinib o'tib ekanmiz" dedi. Rasulullohning Makkada turgan mazgili va elib borgan faoliyatlari. Rasululloh Makkada 19 kun turib, shaharning islomiy belgi alomatlarini yangiladi. Xalqini hidoyatga va taqvodorlikka yetakladi. U mushu jarayonda Abu Usayd Xuzoini buyurib, haramning munarlarini yangilatqizdi. Islom davlatini qanot yoydirish uchun atrofga qo'shinlarni avatdi va Makka atrofidagi rayonlarda bor bo'lgan but haykallarni pochaqlab tashlash uchun ayrim qo'shin va fidoilarni avatib, butlarning hammasini chaqqizibdi. Makka ko'chalariga jakarchilar chiqartib, kimiki Allohga va qiyomat kuniga iymon aytadigan uyida butning sunuqini qo'ymay chiqibsin deb e'lon qilg'izdi. Qo'shin va fidoilarni avatish. 1. Rasululloh Makkani fath qilishdan xotirjam bo'libla Xolid ibn Validni Ramazonning 25-kuni, ya'ni Hijrining 8-yili Uzza degan butni chiqib etishga avatdi. Bu but Naxli degan joyda bo'lib, Qurayshlar va barliq Bani Kanana avlodlari cho'qindigan eng cho'ng but edi. Bu butga Bani Shaybon jamiyati qaraydi. Xolid u yerga 30 otliq bilan otlanib berib, uni chiqibdi. U Makkaga qaytib kelibdi. Rasululloh uningdan "Bir narsa ko'rdingmi?" deb so'radi. Xolid "Yo'q" degan edi. Rasululloh "Sen uni yiqitolmabsan. Shunga qaytib berib, uni boshqadan yiqitib kelgin" dedi. Shuning bilan Xolid darg'azab bo'lib, qilichini qiniga solmay, Naxliga ot choptirib bordi. Bu qitim uning oldiga yop-yalang'och, qora tanlik, sochlari chuvuq bir xotin chiqdi. Butqa qarg'uchi shayiq mush xotinning tili bilan yig'lig'ili turdi. Xolid berib, bu xotinni bir qilich urib, ikki parcha qilibdi. Ondan Makkaga qaytib Rasulullohga xabar qilgan edi. Rasululloh "Shundoq, Uzza degan but shudir. U sizlarning zamininglarda ibodat qilinishidan abadiy umidini uzdi" dedi. Uning keyindilla Rasululloh mushu oyning o'zida Suva degan butni chiqib etish uchun Amr ibn Asni yo'lga soldi. Suva Huzayl qabilasining cho'ng biladigan buti bo'lib, Makkadan 3 mil, ya'ni 5 kilometr atrofida yiroqlikdagi Rihat degan joyda edi. Amir u yerga yetib berdi. Butqa qarg'uchi uningga "Sen nima ish bilan kelding?" deb so'radi. Amir
Meni Rasululloh mushu butni chaqib etishga buyurdi, dedi. Butqa qarg'uchi, sen uni chaqishga qodir bo'la olmaysan, dedi. Amir nemishqa degan edi, shayx man'i qilinasan, dedi. Amri ta hozirgacha botil, ya'ni kufrdan umid uzmadingmi? Ay isitsini. U degan anglay olamdi yoki ko'ra olamdi, dedi. Ondan berib uni pochaqlab tashlavetdi va odamlarni buyurib uning xazina uyini aqtirdi. U yerdan hech narsa topilmadi. Ondan u butqa qarg'uchiga qandoq ko'rdingmi dedi. Butqa qarg'uchi Allohga taslim bo'ldim, dedi. 3. Mushu oyning o'zida yana Rasululloh Sa'd ibn Zayd Ashhalini 20 otliq bilan Manat degan butni chiqib o'tishga avatdi. U Qadid degan joyning yanidagi Mushallal degan yerda bo'lib, Avis, Xazraj, G'asson va boshqa qabilalar maxsus cho'qindigan but edi. Sa'd u yerga yetib borgandan keyin butqa qarg'uchi uningga nima maqsadda kelding dedi. Sa'd Manatni chaqqili keldim, dedi. Butqa qarg'uchi nima qilsan qilg'in dedi. Shuning bilan Sa'd elqi butni chaqqili boshlaydi. Boshlari chuvuq, teni yalang'och, qop-qora bir xotin ola to'g'il chaqirib, mayda boshlariga urib chiqib keldi. Butqa qarg'uchi bu xotinni xitob qilib, "Ey Manat, sana asi bo'lganlarni qahringa olg'in" dedi. Shuning bilan Sa'd elqi ayolni qilishlab o'ltiribdi. Ondan butqa tutish qilib, uni chiqib tashlavetdi. Uning xazinasidanmi hech narsa bayqamadi. 4. Xolid ibn Valid Uzza degan butni chiqib yetib kelgandan keyin Rasululloh uni Shavvol oyida Bani Juzayma xalqiga ularni islomga chaqirishga jang qilguvchi qism qilib emas, balki da'vatchi qilib avatgan edi. U Muhojir, Ansor va Bani Sulaymdan bo'lib 350 odam bilan yo'lga chiqdi. Xolid ularning mahallasiga yetib berib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular aslamna, ya'ni musulmon bo'ldik degan gapni deyolmay, sabana, ya'ni koni dindan yangidanga chiqdik degili turdi. Shuning bilan Xolid ularni o'ldirib, asir olg'ildirdi va har odamga birdan asirni tutqizib berdi. Ondan bir kun turib, hammaylarni qo'lidagi asirlarni o'ldirib etishga buyurdi. Bu chaqda Ibn Umar va uning hamrohlari asirlarni o'ldirib etishga qo'shilmadi va qaytib kelganda Rasulullohga ahvolni aytgan edi. Rasululloh duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, men Xolidning ishlaridan ado judoman" deb 2 qatim takrorladi. Bu qatim Xolidning buyrug'i bilan Muhojir va Ansorlardan boshqa Bani Sulaym xalqi qo'llaridagi asirlarni to'liq o'ldirib etgan edi. Rasululloh Alini avatib, ulardan o'ldirilganlarga qon puli to'limini to'lab berdi va iqtisodiy ziynini to'ldirib berdi. Bu qatim Xolid ibn Valid bilan peshqadam Muhojir Abdurrahman ibn Avf o'rtasida mushu ish to'g'risida xeyli qo'pol gap so'zlar bo'lgan va og'ir arozilik yuz bergan edi. Rasululloh buni anglab, "O'zingni besib ol, ey Xolid. Peshqadam sahobalarimdan tilingni yiqqin. Alloh bilan qasamki, agar Uhud tig'idek oltin bo'lsa, sen uni Alloh yo'lida sarf qilsangmi, mening peshqadam sahobalarimdan birining bir atigan yoki bir kashlik qilgan amalining fazilatini topolmaysan" dedi. Mana bular Makka fathisi g'azatining tafsilotidir. Bu g'azat butparastlikning Arab yarim orol tuprog'idagi mavjudiyatiga yo'chuq yoki o'rin qoldirmay, uni talto'kis yo'qotgan va uning hukmronligiga mangulik xotima bergan tarixiy ahamiyatga ega hal qilg'uch fatih urush bo'ldi. Barliq arab qabilalari musulmonlar bilan buddistlar o'rtasidagi tirkishish va qonliq to'qinishlar eng oxirgi hisobda qandoq natija berganligini kutmoqda edi. Bu qabilalar ularning qaysisi haq, ya'ni to'g'ri yo'l ustida bo'lsa, haramning huquqini shular egallaydi deb qaraydi. Ularning bu qarashi va e'tiqodi mushiningdan dal yarim asr ilgari Ashabul Fil, ya'ni fil urushini qo'zg'uvchi qo'shin Baytullohni qaslab kirganda ushtumtut hammasi halok qilingan, hatto birisimi omon qolmagandan beri tadrijiy shakllangan va asta-asta mukammallashib jazmlashgan qarash edi. Hudaybiya shartnomasining imzolanishi bu ulug' fatihning oldin tayyorlik xizmati va strategiyalik muqaddimasi bo'lgan edi. Bu kelishim bilan kishilar xotirjam bo'lgan edi. İki taraf o'zaro so'zlashalaydigan, islom uchun munozara ilib boralaydigan, Makkada o'z e'tiqodi va diyonatini yo'shirib kelganlar Hudaybiya shartnomasidan keyin oshkora diniy faoliyat ilib boralaydigan va diniy da'vat ilib boralaydigan, hatto shu vaqtda ilmiy munozara va ilmiy suhbat o'tkazalaydigan bo'lgan edi. Natijada nurg'un kishilar islomga kirdi yoki moyil bo'ldi. Hatto Hudaybiya shartnomasi imzolanishdan ilgari tashkillangan g'azotlarda 3000 ga yetmaydigan islom qo'shinining soni bu qitim biroqla 10 mingdan oshib ketdi.
Bu hal qilg'uch g'azot kishilarning tafakkur ko'zini ochdi va islomning haqiqiy mohiyatini tonishga to'sqinlik bo'lib turayotgan jaholiyat qor pardalarini yetib tashladi. Bu fatih orqali musulmonlar butun arab yarim-orolining diniy va siyosiy vaziyatini kontrol qilib, din bilan siyosiy birlashtirilgan birdan-bir hukmron kuchga aylandi. Hudaybiya shartnomasining tuzilishi bilan musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan bu davriy bosqich Makka fatisi bilan to'liqlandi va puxtalandi. Buningdan keyin tamoman musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan vaziyatni butunlay musulmonlar kontrol qilgan arab qavmlariga Rasulullohga el bo'lib kelib, islomni qabul qilish va islom davlatini dunyoga yuzlantirish vazifasini zimmasiga ilishdan boshqa chiqish yo'li qolmagan yangi bir davr boshlandi. Va ularni bu vazifalarga loyiq qilib yetishtirish ishi keyingi 2 yilda tamomlandi. 3-chi bosqich da'vat samaralari. 3-chi bosqich Rasulullohning hayot musofasining oxirgi bir bosqichi bo'lib, bu Rasulullohning 20 necha yil mobaynida elib borgan uzoq muddatlik kaskin siyosiy kurashlar va beshidan o'tkazgan og'ir mushaqqat, fitna fasod, davolg'ishlarning natijalari ko'riladigan bosqich bo'ldi. Makka fatisi musulmonlar yaqinqi yillardan beri qo'lga keltirgan eng zo'r, eng muvaffaqiyatli bir qitimliq cho'ng g'alaba bo'lib qoldi. Buning bilan davr chaqi o'ng'i burildi. Arab osmonini qoplab olgan qora tumanlar va zaharlik istitaklar boshqa yoqlarga tarab jahon yordi. Hosil kalam Makka fatisi o'tmish bilan kelgusini ayiradigan keskin bir fasil bo'ldi. Alayli Quraysh xalqi arablarning nazarida dinning himoyachilari va uning qo'g'irg'uvchilari edi. Arablar bu jihatda Qurayshlarga qarashliq edi. Amdilikda bo'lsa, Qurayshlarning islom hokimiyatiga el bo'lganligi Arab oralidagi buddizm diyonatining tel-to'kis oxirlashganligini ko'rsatib berdi. Bu bosqichnimi yana mundaq 2 jarayonga bo'lishimiz mumkin. Birinchi, yanala jihad, kurash qilish jarayoni. Ikkinchi, har qaysi xalq va aymoqlarning bas-bas bilan islomni qabul qilib, musulmon bo'lib ketish jarayoni. Bu 2 jarayon bir-biriga chambarchas bog'langan va mushu bosqichda orqa-orqadan vujudga chiqqan, hatto bu 2 jarayonni bir-biriga o'zaro garalashib ketgan deyishga bo'ladi. Biroq biz kitobimizning kun tartibi bo'yicha har bir jarayonni ayrim-ayrim tunishtirishni loyiq ko'rdik. Uning ustiga urush, jihad sahifasi oldingi boblarning mazmuniga mos bo'la oladigan bo'lg'achqa, oldi bilan yanala mushu sahifani tunishtirdik. Bu yolda beni akan topraqlarga japa çeken bu din üçün